Damaschilar mana shu buferlarimiz bilan yangi обрисовкаlarimizni ko'rishgani yo'q. Hozir yana bitta mashinaga qilib berdik. Mana tayyor holati mana shunaqa bo'ladi. Agar sizga qanday ko'rinishi, qanday turishi qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka, tayyor holati. Hamma mashinalardan o'zgarib chiroyli bo'lib turadi. Orqa buferni ham ko'rsatamiz. Bunga ko'p rasod qilingan, diskalar yechib qo'yilgan. Buferchasini qaraydi turishini. Bu eslatib o'tamiz, yangilik bo'ladi. To'g'ri, radnoy minadiganlar unaqa narsaga qiziqmaydi, chunki bir xillikka yuraveradi. Mana shu skorcha berganmiz, turishchasini qaraylar. Yonboshiga baland pastlar qo'yilgan, monitorlar qo'yib berganmiz bu mashinaga. Turishchasini qaraylar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Universal Pro Max'ga yengilgina kelaverasizlar. Baland past mana shunga qo'yib qo'yilgan. Turishchasini qaraylar. Arzimagan xarajat bilan mashinaning ko'rinishi o'zgaradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzil Qarshi shahar Osiyo bozor 117-do'kon turishchasini qaraylar. Azoblash xizmati.